Xo'p, sizni birgina bu tekshiruvingiz bilan biz sizga ko'krak raki deb tashxis qo'yib qo'yamiz. Doktor normal nima ekan? Zakazlarni izlab shuni olasiz, keyin qazlarni doktor zapaq ko'rsatasiz. Ha, bo'ldi, rahmat, tushundim. Doktor, aytganingizdek o'ziga tushib keldim. O'zichun rangi ham o'zgardi. Og'riq bor, lekin vahimali hech bir narsa yo'qdir. Yaqinlaringiz yonizdami? Yaqinlaringizni srochni chaqirmasangiz bo'lmaydi. Sraz operatsiya qilishimiz kerak sizni. Nima operatsiya? Hali menda vahimali narsa yo'q. O'zi hammang shuni esla, operatsiyamish. Bularni derdi kesishmi yo pul olishmi? Tövbe etdim. Üçsü 3 xil gap aytadi. Pedeyleri ishonch yo'q o'zi. Chetaga ketaverishim kerak. Bora bulutchi bilet olaman. Aytgan davlatima bugun ya ertaga srochniy bilet qarab bering. Vallohi hozirgi. Miral. Rossiya oldim. İşlamakan. Ha. Ayol sahibatgan galingni eshitdingizmi? Yo'q, eshitmadim. Ko'kragidan gap topib, chetaga ketib davolanajak bu. Shuncha mojaro bo'lib, oyri barjak bo'lib uni. Bolalari yetim qolatiradi, sel qasa. Halam Urganchda davolanibdi. Hozir yaxshi, Xudoga shukr. Aka, uzr, sizlar 1 minutda mumkinmi ko'chaga? Hang, nogat biz bormandik. Yo'q, просто bir vaqt so'rayaj ekandim. Yuring, olib keldim. Doktor, 3 yere bardım. Üçsü 3 xil gap aytdi. Men chetaga ketib borayotir edim. Yarım yo'ldan qaytib siz yana keldim. Men haqiqatdan rakmanmi? Xo'p, sizni birgina bu tekshiruvingiz bilan biz sizga ko'krak raki deb tashxis qo'yib qo'yamiz. Ya'ni sizni chuqurroq tekshiruvlardan o'tiramiz. UZI tekshiruvi, mammografiya tekshiruvi, qon tahlillerini olamiz. Shu tekshiruvlardan o'tgandan keyin sizga aniq tashxis qo'yib, shu orqali davolaymiz.